Xullas, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Crazy Time kanali har doimgidek va bugungi videorolikimizda biz sizlarga o'rtoqlar qanday qilib mana bu SKB Bank ilovasidan qanday qilib har bir taklif qilgan odamimiz uchun pul ishlab olishni o'rgatib boraman do'stlar. Umuman olganda bu juda ham oson. Mana biz nima qilamiz? Xullas do'stlar, hozir sizlar bilan ro'yxatda o'tishni ko'rib chiqamiz. Juda ham oson. Kirganimizda xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Biz o'zimizni shaxsiy raqamimizni kiritib, keyingisi tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Bosganimizdan so'ng bizga kod keladi. O'sha kodni kiritamiz. Mana keldi do'stlar. 07002. Va biz yana keyingisini bosamiz va ismingizni kiriting deyapti bu yerda. Men ismimni kiritaman do'stlar va mana bu yeriga do'stlar aynan mana shu promokodni kirishingiz kerak bo'ladi. To'g'risini aytganda bu mening shaxsiy promokodim. Ya'ni shu promokodni o'tgandan keyin do'stlar sizlarga ham albatta bonus beradi. Va bu yerda mana bu galочкani bosamiz. Bizga mana shunday nima bo'ladi? Biz buni oxirigacha o'tirib tashlaymiz mana bunday. Va tasdiqlayman bosamiz. Keyingisini bosamiz. Bu yerda o'zingiz parol yaratib, mana bu yerda maxfiy so'z o'ylab toping. Ko'pchilik maxfiy so'z nimaligini bilmaydi. Maxfiy so'z sizga nimaga kerak? Agar mana bu yerda kiritgan parolingizni esingizdan chiqarib qo'ysangiz, aynan mana shu maxfiy so'z sizga yordam beradi. Bu yerga istalgan onangizning ismi sizda har doim esingizda qoladigan, esingizdan chiqib ketmaydigan bitta narsa bo'lishi kerak. Masalan, onangizning ismi yoki tug'ilgan kuningiz bo'lmasa ham yoki uy hayvoningizning ismi bo'lishi mumkin. Shularni yozib qo'yishingiz mumkin do'stlar. Bu agar parolni unutib qo'ygan holatda kerak bo'ladi sizlarga. O'shandan keyin keyingisi tugmasini bosamiz. Men allaqachon profil yaratganman. Shuning uchun hozir o'zimning profilimdan sizlarga qanday qilib daromad qilishni ko'rsatib boraman do'stlar. Xullas do'stlar, mana dasturimizga kirib oldik. Juda ham oddiy, hammaga qulay. Men hozir mana kartalarimni ulaganman va bu yerda o'zim uchun virtual karta ham ochganman. Xullas, qanday qilib pul ishlab boramiz do'stlar? Mana bu yerda ko'rib turganingizdek yashil nima bor? Burchakcha bor. O'shanda taklif uchun bonuslar deyilgan. Mana shuni ustiga bitta bosamiz. Bosilganda hozir mana 40 ming so'm yig'ilgan. Pastda esa biz taklif havolamiz turibdi do'stlar. Biz mana shuni kopirovat qilib olib, o'zimiz do'stlarimizga tarqatishimiz kerak. Ular bu programma dasturdan ro'yxatdan o'tgandan keyin ular verifikatsiya qilishi kerak. Bo'ldi do'stlar, verifikatsiya qilgandan keyin sizlarga har bir odamga 10 ming so'mdan beradi. Bu juda ham zo'r degani do'stlar. Hozir shunaqa bo'lyapti. Bu qachon to'xtatiladi, qachon pul berishdan to'xtaydi, buni hech kim bilmaydi. Buni o'zini shartlarida ham, qoidalar degan yerida ham bilib olsanglar bo'ladi do'stlar. Demak, asosiy qilinadigan narsa shu. Mana shu kodni olamiz va do'stlarimizga tarqatamiz. Bo'ldi do'stlar, boshqa hech narsa qilishimiz kerak emas. Bu yerda mablag'imizni qanday qilib yechib olamiz? Bu yerga mablag'lar tushgandan keyin mana bu yerda mablag'ni olish tugmasi bor. O'shani bosamiz va biz do'stlar o'zimizning shaxsiy boshqa bank kartasiga buni yecha olmaymiz. Nimaga? Bu yerda SKB bankning o'zini, ya'ni Sanoat qurilish bankining o'zining kartalaridan biri bo'lishi kerak. Ammo virtual karta ochish bunda juda ham oson. Virtual karta ochasiz, bu taxminan yarim kun yoki bir kunga ham cho'zilmadi meniki. Avtomatik ochilgandan keyin bu yerda avtomatik o'zi mana shu yerda paydo bo'ladi mana SKB mo kartasi do'stlar. Mana shu kartaga chiqarib olgandan keyin o'zingizning boshqa xohlagan plastik kartangizga chiqarib olishingiz mumkin. Mana hozir men sizlarga monitoring nimasidan 40 ming so'm chiqarib olganimni ko'rsataman. Mana 40 ming so'm chiqarib olganman. O'rtoqlar, mana 20 ming so'm o'zimning kartamga, keyin opamning kartalariga chiqarib olganman. Juda ham oson do'stlar. Sizlar ham shunaqa qilib ishlashingiz mumkin. Bor shu do'stlar.